kiyim yuvish xonasi, mana bu zimniy sushilka, naryoqda letniy sushilka. Ular bu yerda mana kiyimlarni yuvadi, bu yerda o'zini dejurnisi bo'ladi. Bizada mana onlayn do'kon bor. Kelganda mahkumaga yuz Face ID bilan aniqlab har biriga alohida raqam beriladi. Dokument kerak emas xullas. O'zingiz chiqib ko'rsating. Pulcha, pul. O'zini hisob raqami bo'ladi. O'zini shutiga yoziladi. Yaqinlari to'ldiradi. Uydagilar tomonidan tashlanadi, bular ishlaydi-ku. Ishlagan oyligidan o'zlari magazindan foydalanadi. Ya'ni bu yerda pul ishlab ham topsa bo'ladi. Ishlaydi bular, ishlab oylik olishadi. Oylik olishadi. Shu tezda qancha pulingiz bor? Qancha pulingiz bor? 220 ming pulim bor. O'zingizni pulingiz, ishlab topganmisiz uni? Ha, oylik olaman. Keyin bu yerda bu plus qilsa, bu savatga yig'iladi. Keyin zakaz beradi. Bizada 48 soat ichida tanlagan mahsulotni dostavka. Narxlari ham xuddi ko'chada qanaqa narx bo'lsa, xuddi shunaqa. Uni dostavka xonangizgacha olib kelib berishadimi? Bu yoqqa olib keladi. Qo'lida bular kvitantsiyasini olib turishadi. Mana bu yerdan chek chiqadi tanlagan tovarlar. O'zida saqlaydi, dostavщик kelganda o'sha familiyasini aytadi, chekini beradi, nima zakaz qilgan bo'lsa, o'sha chek orqali qabul qilib oladi.